Hammaga salom, bu Baby Nilushkani bir kuni Buxoroda. Bugun sizlar meni yanada yaqinroq bilib olasizlar. Chunki ertalabdan soat 9 bo'lmasdan makiyajlar qilmasdan kiyimlarimizni kiyib tezda Kidswayga keldik. Kidsway bu xususiy bog'cha. Men bugun o'zimga katta mas'uliyat oldim. Ertalabdan kechgacha bolalar qanaqa sharoitda bo'lishlarini sizlarga ko'rsatishga qaror qildim. O'shim ertalabdan nyanichkalari zavtrakka tayyorgarlik qildilar. Mana bu shpiyoncha hali kelmasdan sirazi qochmoqchi. Mana zavtrakchalari ham tayyor, bolalar asta-sekin o'tirib yeyishni boshladilar. Qo'y asalchalari appetitlariga ko'z tegmasin. Maydachalarga ham ovqat yedirib qo'ydilar. Zavtrakdan keyin shunaqa angliskiy bilan birga trenirovочка. Bolachalar mazza qilib bir-birini orqasidan qaytarib trenirovka qildilar. Keyin bolalar ozgina pererif qilib o'ynashdi va qarasam nyankalar уже obedni tayyorgarligini qilibdilar. Bitta bolacha shirinani sevdi. Keyin asta-sekin bolachalarni obedga taklif qilishdi. Qaranglar, mazza qilib yeyaptilar. Keyin orqasidan yana desert, mevalar berishdi. Kidswayda 4 mahal ovqat berishadi. Yana shu borada narxlarni ham aytib o'tmoqchiman. 800 ming so'mdan 1 million 200 gacha bog'cha puli. Bog'cha polностью теплый pol qilingan, shu uchun bolalaringiz nam tortmaydi va ba'zi bir insonlar shu sharoitlarga qaramasdan skidka ham so'rashadi. Sizlarga farzandingiz yaxshi sharoitda, yaxshigina ovqatlar bilan ta'minlanishi yaxshiroqmi yoki skidkami? O'shim gap bilan bo'lib, bolalar bitta uxlab turishdi. Men ungacha obed ham qildim va syomkalarimni ham qilib keldim. Bolalar uyg'onganlaridan keyin ozgina rasm chizdilar va ujin. Ujinga mana shunaqa club sandwich bolalar mazza qilib yeyishar ekan. Bugungi kunim shunaqa tez o'tdiki, ana mana degancha ota-onalar ham kelishni boshladilar. Voy, bu krasavchiklarni qaranglar, mana ochkimni topib bitta-bitta kiyib, hammalari rasmga tushdilar. Bugungi kunim bolalar bilan o'tganiga men juda ham xursandman va o'zimni bolam uchun ham aniq Kidsway bog'chasini tanlardim. Aytgancha bolalar men bolalarni juda ham yaxshi ko'raman. Shunday qo'yib yuborgim kelmadi rostisi. Qolgan ma'lumotlarni ekrandagi nomerlar orqali bilib olishingiz mumkin.